Assalomu alaykum va rahmatulloh. Insomar do'konimiz muxlislari, hammaga boshlangan kunda Alloh xayrli barakotli qilsin. Eng yaxshi telefonlarimiz sizlar uchun bugungi video obzorimizda juda ham ko'p telefonlarimizni ozgina ishlanganlarni arzon narxlarda qilib beramiz. Birinchi telefonimiz Samsung Galaxy bunisi Samsung Galaxy S10, holati zo'r, aybi nuqsoni yo'q, 8 ga 128 talik ikkita sim kartalik telefonimiz. Avadoylarni ko'ringlar, holati ancha yaxshi. Ekrani ham tiniq, hech qanaqa fonal sariq dog'lar yo'q. Kimga kerak bo'lsa marhamat, 3400 amper batareyka, super AMOLED ekran. Telefonimizni Insomar do'konimizdan atigi 1.750.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. 1.750 ichida stiklo, chexol, bepul dostavkasi bo'ladi. S10 so'raganlarga ixcham telefon, o'zim ham ishlatganman, afshi zo'r telefon. Keyingi telefonimiz iPhone X, orqa kirishkasi alishgan, ozgina sinig'i bor maytda, lekin puli arzon. 256 taligini 100 yomkisda batareya usulini qo'yilgan, zaryad uzoq ketadi. 1.350.000 so'm qilib beramiz. Xotirasiga qiziqqanlar 256 talik 1.350.000 so'mga afshi zo'r. Face ID turtoni yo'q, lekin ekrani original, yaxshisidan. 1.350 ga iPhone X. Bu ham afshi zo'r telefon. Puliga stoyt. Samsung Galaxy A06 yangisi bor. Yangidagi 4 ga 128 talik korobka dokument imekadan o'tgan ofitsialniy 1.50.000 so'm qilib beramiz. Abadoylarni ko'ringlar. Puliga arziydigan yaxshi telefon, xudo xolasa mana. 4 GB operativka 128 GB xotira A06 yangidagini 1.50.000 so'm qilib beramiz. Bu ham afshi arzon. Redmi 13C telefonimiz korobka dokumentlari bilan holati o'ta ham tiniq holatda 4 ga 128 talik korobka dokument imekadan o'tgan holatdagisini Insomar do'konida shunaqa tinig'ini, hech qanaqa aybi nuqson yangidagini ishlatib maza qilasizlar. Buni interneti ham tez, ovozi ham baland, zaryadi ham 1 kunga bemalol yetadi. 1.150.000 so'm qilib beramiz. Narxlar yo'qmi yo'qmi albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilsanglar bo'ladi. iPhone 11 Pro 69 yomkisi 64 talik, original zaryadga qo'ymagancha tushib ketgan, lekin 1 kun yarim kunga zaryad bemalol yetaveradi. 64 GB-ligini 2.650, короче, $200 qilib beramiz. Face ID turton hamma yo'g'i bor, usta ko'rmagan, alishmagan, holati zo'r. Hech qanaqa aybi yo'q. Aynalarda ozgina ishlangan joyi bor, endi rabochiy telefon, lekin puli $200. iPhone XS puliga kerak bo'lsa, afshar. iPhone 12 Pro'imiz ham bor, holati o'ta ham tiniq holatda, gold svetda, korobka dokumentlarigacha bor, imekadan o'tgan. Ozgina mana qani mopopda artib tozalaversa o'ta tiniq holatda, usta ko'rmagan, biror marta ochilmagan $310 ga stiklo, chexol, korobka, dokument O'zbekiston bo'ylab bepul dostavkalar bilan qilib beramiz. 12 Pro vobshe zo'r holatda, yomkisi ham baland edi, 80 da atrofida yomkisi. Hozir ko'ringlar, 0216 00 ekan. Ha, 00 ekan parol. Mana akkumulyatorni ko'ramiz. 77 yomkis ekan, kompyuterda balandroq bo'lishi kerak. 128 GB xotiraligi. Mana Rossiya region 128 talik korobka dokument bilan gold svetda iPhone 12 Pro $310 ga vobshe arziydi. 11 Pro lar shunaqa narx sotilyapti esinglarda bo'lsa. Keyingi telefonimiz Redmi Note 13, holati o'ta ham tiniq holatdagisi. Korobka dokumentlari bilan 108 megapiksel kamera, 8 operativkalik, 128 xotira, korobkasi yo'qligi uchun 1.450.000 so'm qilib beramiz, lekin garantiyasi bor. Ishlatib maza qilasizlar, puliga arziydi. Mana shunaqa bak rangdagisi. Afshi zo'r, puliga stoyt. O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz. Internet tez, buni ham ovozi baland, tepada pastda kolonkalar bor, ikkita sim karta tushadi, kamerasi tiniq, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube hamma yo'g'i zo'r ishlaydi buni. Telefonimizni tavsiya qilib qolamiz, o'rtoqlar. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. 1.450.000 so'mga yaxshi kapeka narxda. Redmi Note 13 da endi 6 ga 128 talik qop-qorasi, buni ham korobkasi yo'q, lekin bu ham 1.450.000 so'm. Xohlaganlarga bu svetdan, xohlaganlarga bu svetdan. Ikkalasini ham 1.450 dan qilib beramiz. O'ta tiniq holatda, usta ko'rmagan, alishmagan, ishlatib maza qilasizlar. Puliga arziydi. U 3-4 yil indamasdan xizmatlarni qilaveradi, xudo xolasa. Poco telefonimiz bor, arzon qilib beramiz. Nimaga arzon desanglar, ekrani alishgan, qolgan hamma yo'g'i yaxshi. To'g'risi u ancha qimmatga tushgan bizga bu, lekin arzonroq qilib beraveramiz. Ishlashini ko'ryapsizlar, tez, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bu Pro'si PUBG'da ham 60 FPS ko'tarib beradi. Atiga 850.000 so'm, ammo oxirgi narx. 6 ga 128 ta Poco X3 Pro, Poco X3 Pro 850.000 so'mga. Bu ham ashe kapeka narxda. 300.000 so'mga telefonlar bormi deganlarga bor, 3-4 ta bor. Hozir sirasi ashlar ko'rsatib qo'yaylik. 450.000 so'mga Redmi 9 a ofitsialniy imeka o'tgan radno holatdagisi 450.000 so'm. 350.000 so'mga ham bor 9 a. Buni oldi aynaklarda anaqa jichcha siri ko'chgan joylar bor, shuncha arzon qilib beramiz. 350.000 so'm. Kinoka telefonni puliga.
Artel firmasiniki 550 ming so'mga bor, holati zo'r, korobka dokument 64 talik. Redmi 9'si ham 550 ming so'm, 32 talik. Buni ham holati tiniq. 500 ming so'mlik telefonlarimiz eng yaxshilaridan bular ham. Puliga arziydi, xudo xolasa. Hop, dals ketdik. LG Velvetimiz bor, muz rangda, holati o'ta ham tiniq, hech qanaqa bir nuqsoni yo'q. 8 ga 128 talik, beji poddeshka qiladi. Abodoylar hamma yo'q tiniq. Steklo chexol dastavkalari bepul, 1 550 ming so'm qilib beramiz telefonimizni ham. Yo'q, kapeka narxga yana bitta telefon bor edi. 350 ming so'mga o'rtalar, 4 ga 128 talik Itel firmasiniki. Ekranda mana shu yerda ozgina dog'i bor ekan. Korobka dokumentigacha bor, 4 operativga 128 xotira. Ishlashlarini ko'ringlar. To'g'richa sarg'ayib turadi, lekin hali arzonroq telefon kerak deganga zo'r. 3 operativga 128 xotira bo'lar ekan, Itel firmasiniki. Xarid qilishga shoshilamiz. Korobka dokumentigacha bor, ishlayveradi. 350 ming so'm. Ashcha kapeka narxda. Redmi 14C telefonimiz bor. Buni ham ashcha arzon qo'yganmiz. Korobkasi yo'qligi uchun arzon, 4 ga 128 talik, 850 ming so'm Redmi 14C telefonimiz. Hamma yo'g'i yaxshi, ozgina ishlangan rabochiy telefon. Poco X3 Pro'da zo'ri ham bor. O'ta tiniq holatda, usta ko'rmagan, alishmagan, 6 ga 128 talik, 1 150 ming so'm. PUBG'da 60 FPS ko'taradi. Hamma yo'g'i radnoy holatda. Stabilni 60. Ham igrovoy masalan o'yin emas, jon ishlatgani ham afshu zo'r mana. Tez ishlaydi. Instagram, Telegram, YouTube, TikTok, kameralari, ovozlari baland, batareykasi ham moshni 5020 amper, 5160 bo'ladi. Shu moshni telefon bu ham. 1 150 ming so'm qilib beramiz buni. Huawei telefonimiz bor, eng yaxshilaridan 750 ming so'mga 6 ga 128 talik. Kameralar bunaqa tepadan chiqadigan eng yaxshisidan bu ham. Mazaq ishlatasizlar, 6 ga 128 talik, 750 ming so'm. Shu bu ham kapeka narxda. Vivo telefonimiz bor, bu ham shu zo'ridan. Ishlatib maza qilasizlar, 4 ga 128 talik, korobka dokumentlarigacha bor, 850 ming so'm. Vivo'ning modelini ham aytib o'tamiz. Endi Telegram kanalimizga qo'ydik, adashmasam modellarini chiroyli qilib hozir ko'rib ham beraveramiz. Nastroyka, Vivo ham zo'r telefon. Sviyazi zo'r bo'ladi, aloqasi vobshe dahshat. Vivo Y03 ekan o'rtoqlar, 4 ga 128 talik, korobka dokumentlari bilan. Interneti zo'r, ovozi baland, zaryadi ham uzoqqa yetadi. Ko'pchilikda antenasi chiqmay turgan paytda bu telefon bemalol antenasi chiqib, sviyazi zo'r bo'laveradi. Uni ham tavsiya qilamiz. 850 ming so'mga, to'g'risi ash kapeka narxda. Videomiz yoqyaptimi o'rtoqlar? Bitta like bosib qo'yinglar, videoni yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Inshaalloh puliga arziydigan eng yaxshi telefonlar sizlarning e'tiboringizga taklif qilyapmiz. Xudo xolasa o'zingizlarga, oila a'zolariga olsanglar, hech ham haliga nima desam bo'ladi. Norozi bo'lmaysizlar. Hamma yo'q. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Telefon hozir hammaga kerak, tem bo'lib hozir olsanglar arzon narxda bo'ladi o'rtoqlar. Haqiqatdagi narx-navoni farqiga boradigan biladiganlar aytadi. Samsung Galaxy S20 Plus'imiz sotiladi. Koreyskiy 12 operativga 256 xotira. Holati ideal, aybi nuqsoni yo'q. Bitta sim karta tushadi. Ekranlar super AMOLED ekran, eng yaxshisi dinamitskiy deydimi? Eng kuchli ekrandan kerochi. 12 ga 256 gigabaytlik moshni telefonlar bu qaranglar. Bomba mana. 12 256 talik. Batareykalari ham 5000 amper pashti, 4,5 ming ekan. Kamera zo'r, ovoz baland. Instagram, Telegram, YouTube, TikTok va shu uchadi internetda haqiqiy. Puliga arziydi. Ham igrovoy 90 FPS ushlab beradi PUBG'da ham. Hazrat akam telefon emas, puli arzon ama 2 250 ming so'm o'rtalar. Bu ham 2,5 milliondan kam sotilmaydi aslida. 250 ming so'm arzoniga qilib beramiz sizlarga. Va shu kapeka narxda qilib beramiz. Biz muxlislarimizni yaxshi ko'ramiz, shuning uchun telefonlarimiz ham arzon narxda, ishonchli. 5-6 yildan beri ishlaymiz. Mana 10 Plus telefonimiz eng yaxshisidan bu ham 8 ga 128 talik korobka dokumentlari bilan steklo chexollargacha bor. 1 50 ming so'm qilib beramiz. O'ta kuchli telefon ekan, o'zim ham ishlatib ko'rdim. Egasi maqtadi, haqiqatda maqtagancha bor ekan. Ekran tezligi o'ta tez. Zaryad uzoqqa yetar ekan. Puliga arziydi. Ham igrovoy telefon, protsessor Snapdragon. Eng yaxshisidan kameralari, batareykalari puliga arziydi. 64 megapiksel kamera. AMOLED ekran o'ta chotki ishlayapti. Bu telefonimizni Xalinsimar do'konimizdan naqd pul o'tkazish yo'llari bilan 1 50 ming so'mga xarid qilishlar mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraveramiz xudo xolasa. Redmi 10 zo'rini so'rayotganlarga marhamat, usta ko'rmagan, alishmagani bor. 4 ga 64 gigabaytligi 850 ming so'm. Ishlatib maza qilasizlar, puliga arziydi. Tepada pastda kolonka, 5000 amper batareyka, puliga arziydi. Imekalardan o'tgan holatda ikkita sim karta tushadi, 50 megapiksel kamera, 850 ming so'm. Ashcha kapeka narx.
arzon ekan deganlar bitta like bosib qo'yinglar o'rtoqlar, like. Bizni qo'llab-quvvatlanglar. Redmi Note 10 Pro holati o'ta ham ideal holatda o'rtoqlar. 8 operativka, 128 xotira, korobka dokumentlarigacha bor. Ishlatib maza qilasizlar. Ekranlari ham tiniq ekan, imekalari o'tgan. Sim kartani solib vozlatib ishlasanglar bo'ladi. 8 operativka, 128 xotira, korobka dokumentlari bilan 1.250 ming so'm. 10 Pro kerak bo'lsa 11 Pro dan kuchli o'rtoqlar. Fikrimga qo'shilganlar bitta like bosib, 10 Pro kuchli deb yozib qo'yinglar kommentariyada. Keyin bizni qaysi nimadan kuzatyapsizlar? Shahar, viloyat, qishloq, O'zbekistondan boshqa joylarda kuzatayotganlar ham bor. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya, boshqa Yevropa davlatlaridan kuzatayotganlar bor. Yozib qoldilar. Qayerdan bizni kuzatyapsizlar o'rtoqlar? Biz xursand bo'lamiz albatta. Telefon qilib aka, men maytdan sizlarni kuzatyapman, maytdan ko'ryapman deganlarga juda xursand bo'lamiz. Xudo xolasa mana Halim Smart do'konimizda keng telefonlarimiz, Redmi Note 11imiz, korobka dokument 6 ga 128 talik 1.150 yangidek o'rtoqlar, vashi chotga holati. Sut deydi-yu, xuddi keyingisi ham bu vashi zo'r, buni ham holati ishlash zo'r, aybi nuqsoni yo'q. Redmi Note 11. Buni korobkasi yo'qligi uchun 1.50 ming so'm qilib beramiz. Redmi Note 11s 6 ga 128 talik o'ta shustri telefon, 108 megapiksel kamera, kolonkalar tepadan pastda, o'ta ham ixcham telefon. Tiniq ishlab beradi. Note 11s 6 operativka, 64 xotira, 1.50 ming so'm. Bu ham vashi kap ekan narxda o'rtoqlar. Telefonlarimiz hammasi arzon, ishlashi zo'r. Bu telefonlarimizni Halim Smart do'konimizdan bemalol kelib xarid qilsanglar ham bo'laveradi. Bo'lmasam dastavka ham qilib beraveramiz. Bundan yana ham ko'p, mana pastda turibdi. Keyingi videolarda taklif qilamiz ularni ham. Hozircha yoqqanini sotib olinglar, mashinalarni tanishib bilishga ham taklif qilinglar. Kartamizga pul tushirib bersanglar, aytgan joylarga chiqarib beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor. U pastda ham turibdi, keyingi videolarda qo'yamiz, xudo xolasa. Video katta bo'lib ketmasin. Like bosib, videoni yaqinlarga jo'natib qo'yinglar o'rtoqlar. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Telefon sotib olaman deb yurganlar, maza qilib arzon narxda yaxshi, ishonchli telefonlarda bo'ladi. Xudo xolasa bizdan telefon olib baraka topasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Bizning manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani Makro supermarket 2-etaj 21-do'kon.